Sizgacha mebel texnikalari bilan bitta yangi uy ko'rsataman. Qarang. Xohlasangiz ipoteka qilib olsangiz ham bo'ladi. Transportdan umuman muammo yo'q. Shunda uyimizdan chiqasiz, metro bekati joylashgan. Hovlisini bitta e'tibor bering, qarang. Juda ham chiroyli remontlar qilingan, yozgi oshxonalari, sanuzellari, hamma sharoitlari bor. Keling, men sizga ichkaridan bitta ko'rsatib beraman. Haqiqatan lekin gap so'z bo'lishi mumkin emas. Chiroyli remontlar qilib qo'yilgan mebellar bu uyimizning hol qismi bo'ladi. Xo'p, bir chekkadan xonalarni ko'ramiz. Keling. Bu mana uyimizning birinchi xonasi, mehmonxona, bu yoq tomonda orqa hovlisi ham bor, oynalar o'rnatib qo'yilgan. Shunda mehmonxonamizdan chiqamiz, yonida uyimizning oshxonasi bo'ladi. Mebel hamda texnikalar o'rnatib qo'yilgan. Bu yoqdan uyimizning orqa hovlisiga ham o'tib ketsangiz bo'ladi. Mana sanuzelni bitta ko'ring. Qarang, juda ham chiroyli remontlar qilib qo'yilgan. Mana ikkinchi etajiga chiqdik, qarang. Bu yoqda kattagina oynalari bilan bitta yotoqxonamiz bo'ladi. Radiator, topli pol deysizlarmi, isitish tizimida umuman muammo yo'q. Shuni ro'parasida bo'lsa, bolalar uchun yotoqxona qilib ketilgan. Mana sanuzelni bitta ko'ring, juda ham chiroyli. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma sharoitlari bor va bizda oxirgi 4-xonamiz yana bitta katta yotoqxona. Xonadonimizning narxini sizlar uchun talashib tortishib tushirib qo'ydik. $138,000. Yana kelishiladigan joyi bor. Xohlasangiz xuddi shuni podvolsiz bor. Uni narxi $128,000. Lokatsiyasi qayerda deyapsizmi? Yangi Hayot tumani. Shunaqani Qipchoq metrosini yonida bo'ladi.